Salom do'stlar, men bugungi videoni boshladim. Bugungi videoda biz 6 ta emas, 7 ta dinamik playerlarni olamiz. Bizda bitta bor. Bizda bittasi bu taklif bo'lsa ko'p o'tishuvdi. Bu payt video olmagandim. Hozir esa birinchi bo'lib bonuslarni olib chiqamiz. Boshladik. Hamma bonuslarni olamiz. Internet. Bu tak. Keyingi dinamik playerlarimizni olamiz hozir. Shedrush, Liquid 75% bo'lishi. Buni murabbiyga taqib qo'yamiz albatta. Bu yoqda avvalgisidan ko'ra bu yaxshiroq edi. Avvalgisi Meksikani qandaydir g'alati edi. Mayli, bunisini taqamiz baribir. 150 so'm, 75% boost. Oratarni kuchaytirish 250 so'm. So'm dedim. Silikon va dinamiklarni olib qo'yamiz. Bonuslarni olyapmiz. Tepadagi bonuslarni olamiz. Gen legendarный врач 500 so'm, 500 coin saver, scout, kuchaytirish, yana bitta boost, birlik, olmos, va bizda bitta qolgan. Mashina olamiz, xudo xolasa. Kim tushishini unda ham video qilib ko'rsataman albatta. Xo'sh bolalar, bo'lmasam biz videoni boshladik. Birinchi agentimizni ochamiz, albatta hamma xohlagandek biz ham Husanovni mo'ljal qilamiz. Husanovni yonidagi kub uchish bo'lgan. Va mana bu saksalik mo'ljal. Davay, bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, birinchisi negr futbolchi. Tak, negr 10-raqam hujumchi bo'lsa kerak. Xo'sh, ko'ramiz. Hujumchi 84 udar. Nahotki Mateus Cunha bo'lsa? Braziliyalik Mateus Cunha bo'lishi mumkin azizlar. Men taxmin qildim Mateus Cunha bu. Kontroli 87 va bizga Mateus Cunha tushadi azizlar. Ha, o'sha 8 talikdan bittasi tushdi. Birinchi agentimiz omadli keldi. Xo'sh, ko'rib olamiz. Mana Mateus Cunha. Yaxshi. Xo'sh, keyingi agentni ochdik. Yana bitta agent ochamiz. Xo'sh, bu oq futbolchi ekan. Anchagina haybatliroq 7-raqam. Bu ham hujumchi. Adashmasam yo'q. Himoyachi. Yana himoyachi degan. Rodrigo De Paul azizlar, bu De Paul aniq. Rodrigo De Paul tushdi bizga. Men bilardim Rodrigo De Paul tushishini. 8 talikning yana bir o'yinchisi tushdi. Xo'sh, ajoyib. Endi biz keyingi agentimizni ochamiz. Xo'sh, Husanov tushsa ham yaxshi bo'lardi. Negr futbolchi, sal negroq ekan, mayli. Xo'sh, kim tushar ekan? 21-raqam. Taxminan hujumchi bo'lsa kerak. Yo'q. Himoyachi. Atborni ko'rsatdi bolalar. Himoyachi. Ko'rsatdi. Demak, qanot himoyachisi. Aytnuriymikan? Bo'lsa kerak. Taxminim to'g'ri chiqdi. Ryan Aytnuriy tushdi. 3-chi agentimiz omadsiz yakunlandi, ammo Aljer keyingi bosqichga chiqdimi? Bilmadim. Xo'sh, keyingi agent ochamiz. Xo'sh, bu bizga oq o'yinchi Abduqodir Husanovga o'xshab ketar ekan. Husanov tushsa hech gap emas. 4-raqam bo'lishi mumkin, himoyachi. Va adbori 90 yo'q, himoya. Bu Husanov emas, Husanovning adbori 83. Bu adashmasam bosniyalik futbolchi bor edi bitta. 90 edi, Strange 90. Mana. Ana Muharemovich. Muharemovich bizga tushadi. Bosniya keyingi bosqichga chiqdi. 85 reytingda bo'ladi bu.
Keyingi agentimizni ham ochamiz. Xo'sh, Husanov yoki o'sha 8 talikdan bittasi tushsa edi. Sochidan Husanovga o'xshatmadim. 24-raqam. Ya'ni himoyachi bo'lishi mumkin bu. Ehtimol bilan. Yo'q, hujumchi, udari 83. Nahotki Joao Felix tushayotgan bo'lsa bolalar. Joao Felix tushsa va kontrol michi 88. Joao Felix bolalar. Portugaliyalik o'yinchi bu. Portugaliya ham uzoq yo'lga borishi mumkin albatta. Bu yil chempion bo'lsa ham hech gap emas. Xo'sh, yana bir agentni ishlatamiz. 8 talikdan 3 ta o'yinchini tushirib oldik. Keyingi agentimiz juda ham qo'pqor o'yinchi. Mayli. Negr Yager o'yinchi. Mayli, ustidan kulmaymiz. Ular ham odam azizlar, ustidan kulmaymiz. Udari 85. Hujumchi. Qaysi hujumchi bo'lishi mumkin bunchalik? Kurs 87. Vissa tushyapti. Vissa ham keyingi bosqichga chiqdi. Bugun O'zbekiston yutqizdi. Yutqizgandan so'ng Vissa, ya'ni Kongo jamoasi keyingi bosqichga chiqdi. Qaysi komanda yutsa ham o'sha keyingi bosqichga chiqish ehtimoli bor edi o'zi. Va mana ko'rishingiz mumkin. Vissa tushyapti va bizda so'nggi agent. So'nggi agent. Qani Husanov? Husanov tush. Baglar qilishimiz kerak. Tak. Bismillahirrohmanirrohim. Qani Husanov tushib ber. Va yo'q, o'xshamadi. Soch turmagi sariq sifat soch ekan. 27-raqam. Katta ehtimol bilan yarim himoyachi. Yo'q, hujumchi. 86 udar bilan chiqib keldi. Xo'sh, anchagina haybatliroq ko'rinyapti oyog'i menga. 87 sila, ha, demak o'rta hujumchi Voltway tushyapti. 8 talikning 4-o'yinchisini tushirdim. Do'stlar, bu omadli bo'ldi menga. Ya'ni ko'rishingiz mumkin. Mana shu boshidagi 8 talikdan 4 tasi tushdi. Hozir 7 tagina otdim o'zi. 4 tasi mana shu 8 talikdan tushib berdi. Bular ajoyib kuchayadi. Bularni sotmayman. Lekin Aytnuri, Kubo, Vissa, Muharramovicharni sotishim mumkin. Chunki ular keyingi bosqichga chiqishi qiyin masalasi. 8 tagina o'yinchi oldik, mayli. Farqi yo'q menga. Va biz mana ko'k o'yinchi ochamiz. Bizda Abduqodir Husanov yo'q va Husanov tushib qolsa ajab emas. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik bolalar. Yo'q, Husanov emas. Kimligini taxmin qilaman. 2-raqam. Qanot himoyachisi. Katta yo'q. Sila ko'rsatuvdi. Spurs ko'rsatilsa, qanot himoyachisi bor. Yo'q, Advor ko'rsatildi. Nikolayson. Buni sotib yuboramiz. Kuchaytirish bo'ladi. Va bizda mana kuchaytirishlar soni yig'ilmoqda. Keyingi videolarda yana o'yinchilarni kuchaytiraman, ya'ni bilmadim kimlarni kuchaytiraman. Olmasam yo'q qo'yapman albatta. Sizlar uchun sifatli videolarni chiqaraveraman. Kanalga obuna bo'ling. Bundan zo'r kontentlar hali beri chiqaveradi. Xayr, sog' salomat bo'ling.